Jam, eshitinglar. Bu yilgi oltin to'p sohibi, yo'q, faqat menga berma. Qarg'ishga qolib ketaman. Lionel Messi. Voy bala, saypal. Sekvardinglar boru. O, salom Dragba. Mening ismim Pogba. Po'xoy emasmi? Xo'p, bit nima gap? Bo'tdimi? 5 ga urmayapsanmi axir? Ha, молодец. Kuchayibsanmi? Oltin to'pni ko'tarishni o'zi bo'ladimi, bilad? Og'irligini qara, bilad. Messi, gnomlarga qarindoshlik tarafing yo'qmi? Pashin nahqi. Hozir jigar. Ras, 1-2 ishlayaptimi? Qarochi bu oltin to'p xuyna kerak emas edi menga. Keyin voy bila, kim tiflab tashladi? Nima deyotgandi? Qarochi bu harmiz to'p ekan. Shunchaki oltinni suvga yuvilgan va sariq klenka o'ralgan ekan. Meni o'g'irladi, bu qildi, u qildi deb tuhmat qilayotganlar uchun uyimning oldidagi mo'sirchalakda hamma oltin to'pni tashlab yuborganman. Kerak bo'lsa borib olaverasizlar. Menga kerak emas. Messi, endi bu to'pni nima qilmoqchisan? Mana bratishkiga beraman, o'ynab yuradi.